Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Bu yadro quroliga ega bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilikning keskinlashuvidir. Hindiston-Pokiston urushi asosiy ma'lumotlar. AQSh va G'arbiy Yevropa aholisining qariyb yarmi Rossiya tufayli 3-jahon urushi boshlanishini kutmoqda. Tramp husiylar taslim bo'lganini e'lon qildi. O'zbekistonning parad bo'linmasi 9-may kuni Qizil maydon bo'ylab o'tadi. Karni Trampga Kanada sotilmasligini aytdi. Orbitada qolib ketgan kosmik apparat O'zbekistonga qulashi mumkin. Bu yadro quroliga ega bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilikning keskinlashuvidir. Hindiston-Pokiston urushi asosiy ma'lumotlar. Hindiston harbiy harakatlarni boshlashi kutilgan edi, ammo Pokiston hududiga raketa zarbalarining intensivligi ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Hindiston o'zi bombardimon qilayotgan joylar jangarilar bilan bog'liq ekani va Pokiston armiyasi obyektlarga zarba berilmaganini ma'lum qildi. Pokiston javob zarbasi yo'llashga va'da berdi va Dehlining javob reaksiyasi uchun uning xarakteri va maqsadlariga bog'liq bo'ladi. Ikkala davlat ham eskalatsiyani chegarada ushlab turishga ishonadi, ammo keskinlik yuqori va har qanday harbiy mojaroning borishini oldindan aytish qiyin. O'tmishda AQSh va boshqa davlatlar eskalatsiyani to'xtatish uchun aralashgan. Donald Tramp ma'muriyati boshqa global masalalar bilan band bo'lgan hozirgi holatda Washington ularni tiyib turish choralarini qanchalik tez ko'rishi noma'lum. Har ikki davlatning siyosiy yetakchilari qat'iy harakat qilganliklarini ko'rsatishni va g'alaba qozonganliklarini e'lon qilishni istaydi. Pokiston harbiylari vakili Islomobod o'ziga qulay vaqtda va qulay joyda javob berishini bildirdi. Harbiy havo kuchlarimizning barcha qiruvchi samolyotlari havoga ko'tarildi. Bu Hindiston havo hududidan amalga oshirilgan sharmandali va qo'rqoqona hujumdir, dedi u. Hindiston tomoni xabar berishicha, Pokiston armiyasi Kashmirdagi ajratish chizig'ida artilleriyadan o't ochgan. Keyinroq chorshanbaga o'tar kechasi Pokiston armiyasi matbuot kotibi Pokiston Hindistonning 5 ta jangovar samolyotini, jumladan fransuzlar ishlab chiqargan Rafale rusumli qiruvchi hamda sovetlarga mansub Su-30, MKI va MiG-29 samolyotlarini urib tushirganini aytdi. Hindiston tomoni hozircha bu ma'lumotni tasdiqlamagan va rad etmagan. Bundan tashqari Pokiston armiyasi Hindiston brigadalaridan birining shtab-kvartirasini yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Pokiston BMT Xavfsizlik kengashiga Hindistonning ochiq tajovuziga javob berish huquqini o'zida saqlab qolishini ma'lum qildi. Hindiston armiyasi matbuot xizmati chorshanba kuni ertalab BBCga bergan izohida Pokistonning artilleriya zarbalari oqibatida Kashmirning Hindiston tomonidan nazorat qilinadigan qismida 3 kishi halok bo'lib, o'nlab kishilar yaralanganini ma'lum qildi. Hindiston hukumati nazorat chizig'i bo'ylab joylashgan hududlardagi barcha ta'lim muassasalarini yopdi. Pokiston ham poytaxt Islomobod va boshqa chegara hududlaridagi maktablarni yopgan. Hindiston nashrlarida yozilishicha, chorshanba kuni ertalab Hindiston mudofaa vaziri Ranjat Singh quruqlikdagi kuchlar, aviatsiya va flot qo'mondonlari bilan Pokistonga berilgan zarbalarni muhokama qilgan. AQSh va G'arbiy Yevropa aholisining qariyb yarmi Rossiya tufayli 3-jahon urushi boshlanishini kutmoqda. G'arbiy Yevropa va AQSh aholisining katta qismi yaqin 5-10 yil ichida 3-jahon urushi boshlanishi mumkin deb hisoblaydi. Bu haqda Britaniyaning YouGov tadqiqot kompaniyasi o'tkazgan so'rov natijalariga tanib The Guardian xabar berdi. Yevropadagi respondentlarning 41% dan 55% gacha bo'lgan qismi hamda AQShdagilarning 45% yangi urush ehtimolini yuqori yoki anchayin yuqori baholagan. 68% dan 76% gacha odamlar bu urushda yadroviy qurol qo'llanilishiga ishonmoqda. So'rovnomada ishtirok etganlarning 57% dan 73% gacha qismi bu urushda talofatlar 2-jahon urushidan ham ko'proq bo'lishiga ishonadi. 25% dan 44% gacha respondent esa butun insoniyatning katta qismi halok bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Shunga qaramay, faqat kamchilik Italiyada 16% dan, Fransiyada 44% gacha o'z mamlakatlarining qurolli kuchlari urush paytida himoyani ta'minlay olishiga ishonadi.
Taqqoslash uchun amerikaliklarning 71% o'z armiyasining kuchiga ishonch bildirgan. Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniyadagi respondentlarning 72-82% Rossiyani asosiy tahdid deb atagan. Xuddi shunday fikrni amerikaliklar foizi ham bildirgan. Yevropaliklar shuningdek aqsh siyosatining o'zgarishlaridan xavotirda. Ispaniya, Germaniya va Fransiyadagi respondentlar Washington bilan keskinlikni Yevropa tinchligiga jiddiy tahdid deb hisoblagan. Tramp husiylar taslim bo'lganini e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Yaman husiylari endi jang qilishni istamayotgani, shuning uchun Qo'shma Shtatlar ularning pozitsiyalariga zarba berishni to'xtatishini aytdi. Husiylar endi jang qilishni xohlamasligini e'lon etishdi yoki hech bo'lmaganda bizga e'lon qilishdi. Ular shunchaki jang qilishni xohlamayapti va biz buni hurmat qilamiz va biz bombardimon qilishni to'xtatamiz. Ular taslim bo'ldi, lekin muhimi biz ularning so'zlariga ishonamiz. Ular endi kemalarni portlatib yubormasligini aytdi va bu bizning harakatlarimizdagi asosiy maqsad edi, dedi Tramp. AQSh prezidenti qo'shimcha qilishicha, Amerika harbiylari husiylar pozitsiyalarini bombardimon qilishni darhol to'xtatadi. Husiylar yamanlik Shia jangari harakati bo'lib, rasman Ansorulloh nomi bilan tanilgan. Ular Yaman hukumatiga qarshi, shuningdek, Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilariga faol qurolli qarshilik ko'rsatadi. Isroilni asosiy dushmani deb hisoblaydi. Harakat 1990-yillarda Husayn al-Husiy ta'sirida paydo bo'lgan va uning nomi bilan atalgan. Husiylar 2014-yildan beri mamlakat poytaxti Sanoni hamda mamlakat shimoli-g'arbini nazorat qiladi. Ammo ular Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va ularni Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi kengroq mintaqaviy qarama-qarshilikning bir qismiga aylantiradi. Shu yil mart oyida Donald Tramp Yaman husiylarining har qanday keyingi hujumi keskin javob zarbalariga olib kelishini va bu bilan cheklanib qolishiga kafolat yo'qligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, yamanlik jangarilar bilan yaqin aloqada bo'lgan Eron husiylarining xatti-harakatlari uchun javobgar bo'ladi. Bundan buyon husiylar tomonidan otilgan har bir o'q Eron qurollari va rahbariyati tomonidan otilgan o'q deb hisoblanadi va Eron javobgarlikka tortiladi va oqibatlarga tortiladi va bu oqibatlar dahshatli bo'ladi, deb yozadi Tramp Truth ijtimoiy tarmog'ida. O'zbekistonning parad bo'linmasi 9-may kuni Qizil maydon bo'ylab o'tadi. O'zbekistonning parad bo'linmasi 9-may kuni Qizil maydon bo'ylab o'tadi. Bu haqda Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov ma'lum qildi, deya xabar bermoqda RIA Novosti. Yuriy Ushakov Moskvada Ulug' Vatan urushidagi g'alabaning 80 yilligini nishonlash rejalashtirilgan xalqaro tadbirlar tafsilotlarini oshkor qildi. Tadbirlarda 29 ta davlat rahbarlari ishtirok etadi. Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Abxaziya, Bosniya va Hersegovina, Braziliya, Burkina Faso, Venezuela, Vyetnam, Gvineya, Bissau, Misr, Zimbabve, Xitoy, Kongo, Kuba, Laos, Mo'g'uliston, Myanma, Falastin, Serbiya, Slovakiya, Ekvatorial Gvineya, Efiopiya, Janubiy Osetiya, Hindiston, Nikaragua va Janubiy Afrikaning yuqori martabali vakillari qatnashadi. Karni Trampga Kanada sotilmasligini aytdi. Video. Kanada bosh vaziri Mark Karni kecha 6-may kuni Washingtonda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuvda uning mamlakati sotilmasligini aytdi. Bu haqda u avval kabinetda jurnalistlar Trampning Kanadani AQShga qo'shib olmoqchi ekani haqidagi takroriy bayonotlariga izoh berishni so'raganida so'z ochdi. Qisqa salom alikdan so'ng Tramp Kanadani Amerikaning 51-shtatiga aylantirish niyatidan voz kechmayotganini aytdi. Menimcha bu Kanada uchun ancha yaxshi, ammo kimdir buni muhokama qilmoqchi bo'lmasa, biz buni muhokama qilmaymiz. O'ylaymanki, bu ajoyib nikoh bo'lardi, chunki ikki davlat juda yaxshi munosabatda, dedi u avval ofisda jurnalistlarning savollariga javob berar ekan. Kanada bosh vaziri bunga javoban Tramp biznes tajribasidan ba'zi joylar borki, ular hech qachon sotilmaydi deb bilishini aytdi. Men so'nggi oylarda saylovoldi kampaniyasida Kanada egalari bilan uchrashdim va sizga ayta olamanki, u sotilmaydi, u hech qachon sotilmaydi, dedi Karni. Hech qachon demang, deb javob berdi Tramp. Kanadaning pozitsiyasi hech qachon o'zgarmaydi, deb javob qaytardi Karni. Uchrashuvimizni kuzatayotgan jurnalistlarning ta'kidlashicha, 51-shtat muhokamasi bo'lgan epizodda Mark Karni ishonchli ammo vazminlik bilan javob qaytargan va vaziyatni keskinlashtirmagan. Buning o'rniga u Trampni hamkorlik haqida munozaraga jalb qilishga harakat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hamkorlikda ish olib borish har ikki davlat uchun katta imkoniyatlar ochishi mumkin. Orbitada qolib ketgan kosmik apparat O'zbekistonga qulashi mumkin. Avvalroq bundan 53 yil oldin Venera 8 missiyasi doirasida uchirilgan Cosmos 482 sayyoralar aro kosmik apparatining Yerga qulashi haqida xabar berilgan edi.
Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra qulash ehtimoli mavjud hududlar quruqlikda joylashgan, xususan Misr, Suriya, Turkiya va Ozarbayjon hududlari. Uzcoms agentligining yangi texnologiyalarni tatbiq qilish bo'limi boshlig'i Ahror Agzamovga ko'ra, past darajada bo'lsa-da, uning O'zbekiston hududiga qulash ehtimoli mavjud. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, apparat qoldiqlarining yerga qulashi 9-11 may kunlariga to'g'ri kelishi mumkin. Hozircha Cosmos 492 ning aniq qayerga qulashini aytish biroz mushkul. Uning O'zbekiston hududiga tushishining ehtimoli esa 0.3-0.5% oralig'ida baholanmoqda. Apparatning katta qismi atmosferaga kirish bilan yonib ketsa-da, Veneraning og'ir sharoitlarda qo'nish va ishlash uchun mo'ljallangan 0,5 tonnaga yaqin massali titan shari alohida xavf tug'diradi. Bu komponent yer atmosferasiga kirishda omon qoladi va butunlay qulab tushadi. Parashyut borligiga qaramay, koinotda 53 yil bo'lgandan keyin u ishlamasligi mumkin. Yerga urilishi tezligi esa soatiga 500 km-gacha yetishi kutilmoqda. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi.